Assalomu alaykum aziz birodarlar. Alloh kuninglar xayrli va barakatli qilsin. Bizni avtosalonga, Changana avtoga kirish yo'lini ko'rsataman. Indeksda yarmarka tomondan kelganinglarda shunday kelasizlar, mana yerda razvorot bor. Razvorot qilasizlarda mana shu kirish bilan kirasizlar. Mana shunday kirganda bu birinchi qator bor va ikkinchi qator bor. Changana avtoni mashinalari biz salonda mashinalari shu ikki qatorda turadi doim. Mana shu kiraverishdan kiriladi, tanaffusdan o'tiladi. Bu kirdi chiqdi 5000 to'lov bo'ladi. Chiqayotganingizda 5000 to'lab qo'yasiz. Kirayotganingizda plastik beriladi. Chiqayotganda kechgacha yurib chiqishingizda 5000. Xullas mana birinchi qator mashina Changana avto. Changana avtomoni bu qator, bu qator. Mana qatorda ham mashinalar bor. Mana Changana avtoniki. Bizga qarashli. Mana shu qatordagi barcha mashinalar mana shular hammasi mana shu yuk mashinagacha Changana avtoniki bo'ladi. Kelaverasizlar. Mana bu qatordagilar mana ular shu ichkarida bu. Biz endi avtosalonimiz ichkarida joylashgan. Bu tomonda ham bor, u tomonda ham kirish qismi bor Changana avtoni. Kelaverasizlar shu yerga. Changana avtoda birinchi qo'l doim o'zi olib keladi xitoyliklar. Mana shu ofis. Changana avto. Bu tomonda ham eshik bor, bu tomonda ham eshik bor. Mana shu xitoyliklar hammasi shu mashinani olib keladi. Endi shu yerga kelsalar Changana avto. Kelaverasizlar. Telefonlaringizni pastga qoldirib o'tamiz. Avatar bor, S05 bor, Depal. Changana avtoda qanaqangi zamonaviy mashinalar chiqarilayotgan bo'lsa, hammasi shu yerda. Bu ikkinchi, uchinchi yo to'rtinchi qo'l emas. To'g'ri o'zi olib kelib shu yerga tushiriladi. Changana avtodagi xitoyliklar, u yerdagi kompaniyasi bor, bu yerda ham. Shunday tushiriladi, shu yerga olib kelib tushiriladi mashinalar. Birinchi qo'l hammasi. Ayniqsa tepada G318 da mana eng arzoni. Avatarlar O'zbekiston bo'yicha eng arzoni berilyapti hammasi. Telefon qilasizlar yoki o'zingizlar mana hozir ko'rsatilgan yo'l bilan mana indeksda u qatoriga, bu qatoriga Changana avto deb kirsanglar, to'g'ri kelsanglar ham bo'ladi. Assalomu alaykum.